Hammaga salom do'stlar, yaxshimisizlar, tuzimsizlar? Bugun sizlar bilan Jahon. Bugun o'zim akkauntimni obzor qilmoqchiman. To'xtanglar, mana ashullasini o'chirib qo'ymasa xalaq beradi. Do'stlar, bugun o'zim akkauntimni obzor qilmoqchiman. Qani ketdik. Birinchi bo'lmasa, mana rasmlardan boshlaymiz. Shuna deydimi, tushunmayman. Короче, base'larga chiqib kelyapti birinchi o'rinda. Endi ko'rib turibsizlar, mana 2-sezon, 3-sezonlarga ham chiqyapti. 5-sezon. Ag'iga Brawl Pass, mana Brawl Pass Plus o'shalarga sekin o'tkazaman, ko'rishlaring mumkin. Hozir shulardan iborat. Endi eng asosiysi pinlar. Sizlarga pinlar ko'rsatsam, mana ko'pi Brawl Pass'niki, Brawl Pass Plus. Buni menimcha 2020-2021 sovg'a qilgan. Esport sovg'a qilishgan mana shuni. Endi hozircha pinlar ko'rib turibsizlar, hozircha shular. Bag'da endi qiziq base'larga. Titul bu, titulim kamaman. Eng bori mana Mifikga chiqqanman. Mifik xudo xolasa Ligaga chiqamiz keyingi sezon. Endi ko'rib turibsizlar. Shu endi base'larni ko'rsataman sizlarga. 86 ta base'im bor, bu yaxshi. Endi mana shu base'lar xudo xolasa yaqinda silab olamiz. Mana bu yerdan ko'rsatsam sizlarga, silabaga mos qoldi. Endi eng qizig'i sizlarga skilllarni ko'rsataman. Qani ketdik. Voy, telefon qizib ketdi. Yarqisi ozgina tushib ketdi. Nima hali? Redki hop 64 ta ekan, 105 tadan, bu yaxshi. Redki skin unchalik qiziq emas ko'pchilikka. Do'stlar, podpiska bosib qo'yinglar, like bilan menga motivatsiya bo'lardi. Sveh redki 53 ta ekan, bu yaxshi. Unchalik zo'r emas, kam ekan uni. Ko'rib turishlaring mumkin, mana Jesse Olski 2021 bergan buni ham. Mana Santa Mike bor, bu ham biladiganlar biladi. O'zbekistonda sanoqli odamlarda bor bu ham. Endi Jerel 2021-yil olganman, 6-chi. U payt 2021-yil men 5-sinf edim menimcha. Hozir mana 9-sinfman. Endi Epicga o'tsak, mana yaxshilik ko'rsatib chiqdim o'zi. Epicga o'tadigan bo'lsa 49 ta ekan. Yaxshi, ko'pi Brawl Pass. Brawl Passda 6 marta solganman. Ichida plyuslari ham bor. Birinchi marta karta qildirib berganlarida o'shanda soldim. Ko'p pul tashab, mana ko'rib turibsizlar bu yerda. Mana skilllar ham bor, ancha zo'r. Hozircha shulardan iboratda do'stlar. Mana ko'rib turibsizlar, endi Mifik o't ekan 5 tadan uni. Unchalik ko'p pas mana bor ekan, Hank. Bu Fank endi. Legendarniy 4 ta dona bilaman. 8 bit, Kenji, Pam, Evolt. Shular bor xolos. Endi giper zaryadniki kelsak, mana geyimiz bor bizni. Endi halinda pillar ko'rsatdim sizlarga. Bilyapsiz, bal. Endi dursamda menga eng yoqadigan youtuber mana shu bor. Shuna fanatiman. Yetim Miron bo'lsa nomer 1 men uchun O'zbekiston bo'yicha. Hop do'stlar, video yoqqan bo'lsa, podpiska, like tashab qo'yinglar. Menga keyin eng ko'p dinamik yoqadi. O'shanga dinamakka skilllarim shu darajada ko'p. Buni qaranglar. Brawl Pass Plus tugasi